o'ylaydiki, mining bu shunaqangi haqiqatdan ham 100% passiv daromad, ammo unaqa emas. Mani tajribam bor. Misol uchun o'zim uskuna olib, uni data centerga ulab, internet tarqatib, hammasini nastroyka qilib, uni profilaktika qilish kerak, tozalab turish kerak. Virus tushishi mumkin boshqa. Bu tarafni hech kim o'ylamaydi. Hamma o'ylaydi, bu pul chiqaradigan mashina, men bir marta qo'yib qo'yaman, bo'ldi, shu bilan unutib, u menga faqat pul olib keltiradi. Sizni tajribangizda qanaqa bo'lgan? Xuddi shunaqa, to'g'ri gapirdingiz. Bu ishlab chiqarish deb hisoblayman, miningni. Bu tovuq fermasi deb har doim gapiraman. Mining uskuna sotib olganingizdan keyin uskunani bitta tovuq deb olsangiz, u tovuq tuxum olib keladi. 2 yil davomida sizga stabilni tuxum olib keladi. U tuxum keyin o'sha bitcoinlar olib keladi. Lekin 2 yildan keyin tovuq уже tuxum olib kelmaydi, uni уже go'shtga